Mana teshib qo'ydi. Endi beton. Hop, endi mana maketani kutganlar, sog'inganlar bormi akalar? Tugab qolgandi-da. Hozir mana obzorda Toshkentchasi qilib tashlaymiz-da. Ko'rasizlar hozir. 6 talik naborlarimizni olib qo'yganmiz. Cheklangan miqdorda. Opa. Hozir sizlarga ishlash jarayonlarini bilan ko'rsatib bermoqchimiz. Hozir hammasini birma-bir obzorni qilib chiqaman. Bu yerda har doimgidek hammaga tanish perforator chiqadi, shurpovert chiqadi, gaykovert chiqadi, bolgarkasi chiqadi, bu yerda qani arrasi. Mana arras chiqadi. Endi buni sep yo'q ekan, shuning uchun batareykasini solib o'tirmadim. Sepini solguncha ancha vaqt ketadi. O'zingizlar bilasizlar endi buni qanaqa ishlashini. Hop, keyin bitta pisholka chiqadi. Bu nima bu? Kola ham chiqar ekan. Tak. Buni bonus qilib qo'shib Maketda mehribonda, endi maketda mehribonchilik qilyapti. Bitta kola bilan ketadi. Endi bu yog'i issiqda. Xo'p. Akalar, endi buni birma-bir obzorni qiladigan bo'lsam, hali ishlatib ko'rishga hali bor. Xo'p, endi nima deydi? Bu uncha maqtab o'tirmayman men buni. Ko'rasizlar hozir mana ovozidan ma'lum buni. Yanchib tashlayman deyapti, devorlar teshib tashlayman deyapti. Hozir bu bolg'a rejimida. Perforator. Va endi opa. Sverlo rejimi. Hop. Endi bitta yana shurpovert chiqadi. Shurpoverti ko'rishdan mumkin. Yengil aylanadi, tepasida skorslari bor. Motori burishlaysiz, qizimaydi, suvga ishlaydi. O'zingizlar bilasizlar, endi buni maketda ishlatib yurganlardan so'rasanglar ham o'zlari juda yaxshi kommentariyalar beradi. Keyin bu yerda pisholka chiqadi. Endi buni olib o'tirmadim. Batareyka ham 4 ta yetmaydi. Buni kesib ko'rsatganim ham hozir nasatkalar yo'q. Keyin bu yerda mayda chuyda laqash quldoqlar chiqadi. Mana uni sep chiqadi. Keyin shu dikda moylari chiqadi o'zini. Xo'p, bitta gaykovertga nasatka. Endi bu yerda gaykovert chiqyapti. Оборотлari вообще tez akalar. Xo'p, bu yerda newtoni 350 newton ekan. Shurpovertiniki yozmagan ekan. 2200 оборот ekan. Keyin bu yerda bolgarkasi. Bolgarkasi ham mana qaranglar mana. Qiynab qo'ymaydi-da bunisi mana. Shundoq qilasiz mana. Shundoq qilasiz mana. Keyin bu yerda mana оборот rejimlari bor mana. Hozir buni bundoq qilaman-da, qatiraman-da. Bundoq turib. Xo'p akalar, mana 4 xil rejimda ishlaydi. Past-sekin shu o'zingizlarga moslab ishlataverasizlar. Pisholkasi ham anaqa rejimda ishlaydi. O'zi mana ko'rib turishinglar mumkin. Tez-sekin rejimlari bor. Endi buni olib o'tirmadim, chunki batareykamiz 4 ta, bunga yetmaydi. Shunga mana hop. Endi o'zingizlar bir dastavka qilib ko'ringlar, borsin. Hozir men bir ishlatib ko'rsatib beraman hammasini. Endi gapirgandan bir ko'rgan yaxshi deydi-yu. Endi dastavka qilib ko'rasizlar, ishlatib ko'rasizlar, bahosini beraverasizlar. Uyaltirib qo'ymaydi xudo xolasa. Xo'p, hozir qani ketdingiz? Hozir bir like bosib tursanglar, qo'llab-quvvatlab tursanglar, narxlarni ham вообще arzon qilib tashlaganmiz. Dastavkalarini qilib, chiroyli qilib, hozir videolar bilan qilib beramiz hozir. Ishlashini ko'ramiz.
Endi narsa topolmadim. Endi shu povetini hozir test qilib ko'ramiz, ozgina ko'rishlar mumkin. Hop mana 5 talik, 6 talik, 7 talik samarajlarni qatirib yanchib tashlaydi mana. Hop, buni o'zinglar borib mana borganda ham endi farqini ko'rasiz. Tishi bordi. Xo'p, endi hozir mana keyingilarni ham sekin-sekin ko'rsatib o'raveramiz. Bunga gap yo'q lekin bu вообще skoroslari ham вообще tez ekan. Endi bu o'zimizning fikr. Endi sizlar borganda o'zingizlar ishlatib ko'rib bahosini berasizlar. Perforator devor tegish. O'yvoryapti mana. Teshib qo'ydi. Endi betonni Hop, endi ana betonni yoyvoryapti. Hop akalar, mana o'zinglar ham bir ishlatib ko'raverasizlar mana. Bemalol uyaltirib qo'ymaydi. Hop, qo'ldan kelgancha mana ikkita anaqasini testdan o'tkazib berdik, shulpaverti bilan perforatoridan. Endi bularga nasatkasi yo'q. Buni ham nasatkasi endi mashinaga sinab ko'rish kerak endi buni. Endi o'zinglar bir sinab ko'raverasizlar. Atak uyaltirib qo'ymaydi, sifatlariga javob mana. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Toshkent bo'ylab dastavkalarimiz bepul. Viloyatlarga chiqaryapmiz, kelishtirib chiroyli qilib beramiz. Hop, videoni boshida aytganimdek, mana bitta kolasi ham bo'ladi ichida mana. Bitta kolasi bilan qo'shib beramiz, sekin ichishni olaverasizlar. Video tugagungacha ichib qo'ydik. Hop akalar, mana sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Videoga like, podpiska bosib, qo'llab-quvvatlab tursalaring, bundan da zo'r yangiliklarni chiqarib boraveramiz.